Assalomu alaykum. Bizdan ko'pchilik fikr so'rashdi. Что Delixi bilan Decraft farqi bor. Delixi va 47, Decraft va 101 kontaktlari mustahkamlashgan, ichi balo, battar shunga o'xshagan har xil gaplar bo'ldi. Decraft ham Delixi ishlab chiqariladigan zavodda ishlab chiqariladi. Mana ko'rib turganlaringdek, hatto ko'rinishlari bir xil. Faqat Delixini yana bitta unaqasi, mana bunda akoshka bor, bunda yo'q. Ikkinchisi bu 6000 tokuv atsechkasi 6000, buniki 4500 mana yonsa qizil bo'ladi, o'tsa bu ham bitta ustunlik bo'ladi avtomat o'chib yonganligini va atsechkasi ham baland. Xo'sh, mana bunda xarakteristikasini yozgan mana. Ko'rib turganlaringdek, tokuv atsechka 6000, 50-60 Hzga ishlaydi, 400-415 voltga ham ishlaydi. Mana bu yerda 230-400 volt, bizda 230-415 shunga o'xshash 400 volt deyarli bunisi bir xil. Lekin tokuv atsechka bunda 4500, bunda 6000, demak bunda sal mustahkamligi yuqoriroq. Keyin bir xilgisi aytadi, naqasi zaklopkalari ko'p deydi. Zaklopkalari mana bir xilda joylashgan. Ko'rib turganlaringdek emblemi mana bir xil. Dop kontakt qo'shish uchun ham bir xil. Odatda 6-seriya bu yangilangan seriya. Buni mexanik va elektron mustahkamligi ham oshirilgan, deyarli 2 baravarga oshirilgan. Xuddi shuni mana hozir ichini ham ochib ko'ramiz. Mana Decraft 25, mana ko'rib turganlaringdek ichi bir xil. Faqat bu ko'kartirilgan, bu qizartirilgan. Ko'rinishlari ham faqat bu kontakti sal oqroq, ko'kroq, endi yiliga bog'liq. Mana buni ham ichida kabellar ushlash uchun ko'rib turgan bo'lsalar, to'lqin-to'lqini bor. Bunda ham xuddi shunday. Hatto bimetalni ham tekshirdik, mana bir xil bimetal ishlatilgan markasi. Nastroyka qilish joylari, prujinalari hamma yo'g'i bir xil. Mana endi hozir laboratoriya qilamiz. Mana 16. Prosta hozir bunga 1.45 beramizda, temperatura qanchagacha ko'tarilishini ko'ramiz. 1.45, 16 ni 1.45 ga ko'paytirdik. To'g'ri. Avtomat uchiga ekan yoqamiz. 23 ekan. 24 berdik. Ограничение время pust. Ovoz ishlash boshlandi. Hozir teplavizorda ham naqasini ko'ramiz. 400 sekund bo'lar 60 ga. 6 minutdan oshibdi. 6 minutdan oshdi. Harorat ham 60 gradusdan oshdi. Endi o'zimizga tekshiramiz. Ограничение qilamiz, vaqtga beramiz. Pust ketdi. Buni tokuv atsechkasi aytdim-ku, 6000 amper dedim-ku. O'sha 6000 amper birdaniga qisqartirish shu tokuv bo'lganda ham ko'tara oladi bu deganda. Bu 4500 ampergacha tokuv ko'tarilsa ko'tara oladi degani. Yevropada xavfsizlik jihatidan 4500 amperni ko'p joyda chiqazib 6000 ga o'tishgan. Shuning uchun Delixi ham 6000 ga o'tgan. Vaqt. Bizniki o'tgan safar tekshirganimizda ham 55 dan oshmagan. 55 dan oshib ketsa, uje avtomat tashlagan. 60 ga yetib boray deganda tashlagan. Bu o'zini-o'zi himoya, chunki 70 ga yaqinlashib qolyaptimi? Ali haroratiga qarab turib, agar issiqroq bo'lsa, bu bo'ladi. 400 sekundga yetib kelib qoldik. Biz qo'rqmaymiz, yana kutib ham turaveramiz agar kut desa. Mana 45 gradus, hali ham cho'tki ishlayapti. Bir xil sim, bir xil narsa, kabellarimiz qiziga yo'q mana, o'sha 26, bu taraf ham xuddi shu mana. 26-30 gradus. Mana endi hozir qisqartirishni ham tekshiramiz, qanchada tashashligini. Xo'sh. Bir 129 ni 16 ga bo'lchi. Sakkiz baravar. Bu avtomatlar 5 baravardan 10 baravargacha bo'lgan holatda orasida tashlash kerak. 8 o'rtasi hisoblanadi. Buni ham qo'yaylik-da. Mana bu ham deyarli 121. Bu ham xuddi shu 8 kratniydi. Shu 7,5-8 kratni. Bir xil, bir haligi naqasi yo'q. Faqat bu 6000 atsechka,
haroratga bardoshliroq. Bu 4,5 ming otsechka. Salomat bo'lasizlar.